Tadbirkorlik faoliyati rivoji soliq tushumlarining oshishiga xizmat qilmoqda. O'tgan yilda mos davriga nisbatan soliq byudjet tushumlari 115% ga oshgan bo'lsa, ushbu solig'imiz bu bevosita kichik biznes, ya'ni tadbirkorlik subyektlari to'laydigan soliq hisoblanadi. Ushbu soliqlarimiz 123.5% ga oshishi ta'minlanadi. Mahalliy tadbirkorlarning xorijiy investorlar bilan hamkorligi rivojlanish pallasida. Xitoy davlatidan biz asosan Xengi kompaniyasi bilan deyarli 10 yildan beri ishlaymiz. Oladigan dastgohimizda bir qismi pulni to'lasak, bir qismini bizga bo'lib to'lashga ham berishadi bizlar. Bu dastgohlarni O'zbekistonda sotish yilligini ham olganmiz. Yakkasaroy tumanida xorijlik sayyohlar uchun zarur sharoit yaratilgan. Bizga kirib keladigan mehmonlarning oqimini 80% turistlar tashkil etadi. Mehmonxonamizni xizmat ko'rsatishda juda yuqori o'rinda turadi. Yakkasaroy tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar, aholi farovonligi borasidagi ishlar seshanba 14-oktyabr soat 19:25 da teletahlil ko'rsatuvida tomosha qiling.